Dadasi bugun go'sht olib keling, manti qilaylik. Yangi yilga shashlik qiladi-da, ha? Shashlik yeymiz, ha? Yes, shashlik yeymiz. Aka kompot qaysidan olay? Gidosligidan ol. Aka archa bor ekan. Olib chiqib ham ketdik. Ey, nimaga archani olib chiqyapsan? Ha, yangi yil bo'lsa archani bezataylik. Sizlarni tozalab olib kiraylik. Ana endi yangi yilga o'xshadi. Ha, zo'r bo'ldi. Bo'ldi, kelinglar, onamga aytib qo'yaman. Ona, ammamlar kelyaptilar. Bayramda hamma o'zini uyda o'tkazsa o'yladimi? Voy. To'g'ri kes. Yopishtirsan tamom. Yopishtir mana. Nima qilyapsizlar? Ona zar bilan yangi yil deb yozamiz ha. Mana qara, mana skoching devorda yulib olmaydimi? Yo'q, mana. Yo'q, ot. Otyapman. Men choy bilan otinglar zo'r otilar ekan. Yo'q. Buni keyin choyni izi qolmaydimi? Yo'q, ona. Qoldi-ku. Ona men qilganim yo'q, mana bular. Ibi. Qaysing ochib ichding buni? Ana shularingiz ichgan ona. Qantillaring chiqar qani hammang. Qo'shni shashlik qilyapti deb ko'mir etmay qolasiz, ozgina ko'mir bering. Tamom, gap yo'q. Mana o'zi. Shugina qolgan, oling. Rahmat. Ma buni dasturxonga olib borib 12 da yeymiz, xo'pmi? Xo'p. Yema! Hay.